Assalomu alaykum. Kunning eng muhim xabar va yangiliklar bilan Buxoro telekanalida jonli efirda Diyor yangiliklari informatsion dasturining navbatdagi soni studiyada Shahzod Turdiyev. Dastlab bugungi dasturimizdan o'rin egallagan xabar va yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtirib o'tamiz. Viloyatimizda ishlab chiqarish korxonalari soni ortmoqda. 1-dekabr butun jahon OIDSga qarshi kurashish kuni mavzu doirasida o'tkazilgan tadbir xususida Buxoro yuridik texnikumida bosh qomusimiz qabul qilinganligining 30 yilligiga bag'ishlangan davra suhbati tashkil etildi. Shoir va tarjimon Toshpo'lat Ahmad tavalludining 80 yilligiga bag'ishlab xotira kechasi o'tkazildi. Ana endi esa to'liq tafsilotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Viloyatimiz iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish, yangi ish o'rinlari yaratishda ishlab chiqarish korxonalari sonining ortib borishi muhim o'rin tutadi. Kuni kecha Kogon tumanida yana bir yirik loyihaga qo'l urildi. G'ijduvon erkin iqtisodiy zonasi tasarrufidagi kichik sanoat zonada yog' moy ishlab chiqarish korxonasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Muxbirimiz ushbu obyektda bo'lib, ish jarayonlari bilan tanishdi. Prezidentimizning topshirig'i asosida hududlarda ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish, tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, aholi bandligini ta'minlash, raqobatbardosh mahsulot hajmini oshirish orqali iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilashga qaratilgan kichik sanoat zonalari bugun ko'zlangan natijalarni bera boshladi. Kogon tumanida ham bu borada samarali natijalarga erishilyapti. Hududda ish boshlagan yog'moy ishlab chiqarish korxonasi bu borada yetakchi o'rinni egallamoqda. Korxonamiz 2022-yilda investitsiya dasturi asosida ishga tushdi. 20 milliardlik kredit mablag'i asosida korxonamizni loyihaga ishga tushirdik. Korxonamizda umumiy quvvati, yillik quvvati 15 ming tonna chigitni ishlab chiqarish. Ya'ni 15 mingta chigitdan bu yerdan paxta yog'i chiqadi, paxta shuroti chiqadi, paxta shuluqasi chiqadi. Yog'ini qadag'laymiz. Shu kungacha 50 ta ishchi o'rni yaratdik. Korxonaning maqsadlari juda ulkan. Avvalo davlatimiz yaratib bergan sharoitlardan va imkoniyatlardan kelib chiqib, faoliyat ko'lamini yanada kengaytirish ustida ish olib borilyapti. Darvoqe, bu mazkur ishlab chiqarish korxonasining birinchi loyihasi emas. Shu vaqtga qadar ushbu tadbirkor tomonidan xalqimizga sifatli un mahsulotlari ham yetkazib berilayotgan edi. Nafaqat mamlakat, balki xorij bozorida ham korxona bugun o'z mavqeyiga ega. Bu korxonamizni ham Turkiya davlatidan olib kelganmiz. Yilida 18 ming tonna budoyni qayta ishlab chiqaradi. Shu bir yilda 13 ming tonnagacha birinchi navli unimizni chiqadi. 4 ming tonnaga yaqin kepak, to'moqda yem ozuqasi chiqadi. Afg'oniston davlatlariga eksport qilib turamiz. Yilida $1 million shartnomalarimiz bor. Bu yerda 20 ta ish o'rni yaratilgan. Mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, bozorlarda narx-navo barqarorligiga erishish yo'lida birgina Kogon kichik sanoat zonasida bugun xuddi shunday 70 dan ortiq loyihalar amalga oshirilyapti. Bu esa ko'zlangan maqsadlarga erishishning bosh omili bo'lib xizmat qilmoqda. Dekabr butun jahon OIDSga qarshi kurashish kuni. Shu munosabat bilan Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida tadbir tashkil etildi. Unda bu xastalikning noxush oqibatlari va uning oldini olish uchun qanday yo'l tutish zarurligi haqida ma'lumotlar berildi. Muxbirimiz aynan shu haqda so'z yuritadi. Har yili 1-dekabr sanasi an'anaviy ravishda OIDSga qarshi butun jahon kurashish kuni sifatida e'lon qilingan. Bu sanada xastalik alomatlari, undan saqlanish bo'yicha ogohlikni oshirish masalalariga jamoatchilik e'tiborini qaratish maqsad qilinadi. Odam immuniteti tanqisligi virusi surunkali yuqumli kasallik bo'lib, inson organizmida butun hayoti davomida saqlanib qoladi. U organizmni tashqi xavf ta'siridan himoya qiluvchi immun tizimni izdan chiqaradi. Yomon tomoni, virus organizmga tushgan dastlabki davrda hech qanday noxush alomatlar sezilmaydi. Odam virusni yuqtirib olgandan boshlab 10 yilgacha o'zi kasal ekanini sezmay yurishi ham mumkin ekan. Bu davrda organizmda OIV viruslar bilan kasallangan hujayralar soni sog'lom hujayralarga qaraganda oshib boradi. Natijada OIDS kelib chiqadi. Buxoro Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi hamda viloyat OIDSga qarshi kurashish markazi hamkorligida o'tkazilgan tadbirda yoshlarga ana shular haqida ma'lumotlar berildi va bo'lajak tibbiyot xodimlari oldida turgan dolzarb vazifalar haqida gapirildi. Bizning asosiy vazifalarimizdan biri aholi o'rtasida tibbiy madaniyatni oshirish hisoblanadi.
ular o'rtasida ham turli tadbirlar olib borilyapti. Migrantlar bo'ladimi, turli yoshlar o'rtasida tadbirlar olib boriladi. Bundan tashqari nigohlanuvchilar o'rtasida ham tadbirlar olib borilyapti. Nigohlanuvchilar o'rtasida yoki migrantlarga asosiy aytadigan gapimiz vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tish. Asosiy maqsadimiz shu tadbirlardan shu OIVni tarqalishini oldini olish hisoblanadi. AIDS bo'yicha blitz savollarga to'g'ri javob berganlar taqdirlandilar. Yoshlar AIDSga qarshi mavzusidagi bunday tadbirlar davomiy bo'lishi haqida ham ta'kidlandi. Dasturimiz davom etadi. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda bandlik va mehnat munosabatlari bosh boshqarmasi bilan o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Hozir shu haqda. Davlatimiz rahbari tomonidan 2022-yil 11-avgustda kambag'al va ishsiz aholini tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror imzolangan edi. Unga asosan o'tgan yilning iyul oyida Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, uning hududiy boshqarmalari qo'shdi ishga marhamat mono markazlari faoliyati yo'lga qo'yilgan edi. Ichki ishlar organlari xodimlari, harbiy xizmatchilari, ishchi va xizmatchilari, nafaqadagilar hamda ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, shuningdek xodimlarning haq to'lanadigan ishga yoki mehnat daromadi keltiradigan mashg'ulotga ega bo'lishlari, turmush o'rtoqlari va 18 yoshga yetgan farzandlarni kasbga yo'naltirish, kasbiy qiziqishlar va layoqatini inobatga olgan holda bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlarini ta'minlash maqsadida joriy yilning 30-noyabr kuni Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda bandlik bosh boshqarmasi bilan o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi. Memorandumda ishga marhamat mono markazlarida xizmat ko'rsatish, servis, texnik, umum qurilish, raqamli texnologiyalar, xorijiy tillarni o'qitish, tadbirkorlik asoslari sohalari va boshqa yo'nalishlarda xodimlarning oila a'zolarini va nafaqadagi xodimlarning kasbga o'qitilishi belgilanganligi aytib o'tildi. Mazkur memorandum imzolangandan so'ng yig'ilish qatnashchilari ishga marhamat mono markazida yaratilgan shart-sharoitlar va bu yerdagi o'qish jarayonlarini ko'zdan kechirishdi. Buxoro viloyat yuridik texnikumida viloyat ma'muriy sudining sudyalari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 30 yilligini keng nishonlash hamda asosiy qomusimizning hayotimizdagi o'rni va ahamiyatini targ'ib etish maqsadida davra suhbati o'tkazildi. Yurtdoshlarimiz, ayniqsa yoshlarimiz qalbida qonunga hurmat, vatanga mehr va sadoqat tuyg'usini kuchaytirish, ularning huquqiy ongi va madaniyatini oshirishni maqsad qilgan tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin egallagan. Bugungi kunda sud tizimida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonda sudyalar ham faol ishtirok etib, fuqarolarning huquqiy bilimlarini oshirish, sohaga oid yangi bilimlarni oshirishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari muntazam ravishda o'tkazilib kelinadi. Ushbu davra suhbatida ham viloyat sudining sudyalari va yuridik texnikum mas'ullari hamda o'qituvchi va talabalar ishtirok etdilar. Tadbirda so'z olganlar tomonidan talaba yoshlar ishtirokida Konstitutsiyamizning mazmun mohiyatini chuqur o'rganish, fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari, davlat hokimiyati tashkil etilishi asoslari va sud tizimiga oid normalari muhokama etildi. Xususan, asosiy qonunning mazmun mohiyati. Bugungi kunda Konstitutsiyamizda turli o'zgarishlar, jumladan sud huquq sohasidagi qator yangiliklar to'g'risida ma'lumot berildi. Mazkur tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad yurtimizda bo'layotgan qonunchilikdagi o'zgarishlarni o'quvchilarga to'g'ri tushuntirishdan iborat va bu bilan o'quvchilarimizning huquqiy bilimlarini yanada oshirish. Xususan yoshlarga asosiy qonunimizda kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarda shu jumlada, ya'ni Habeas Corpus hamda Miranda instituti qoidalari bo'yicha tushunchalar berdik. Ya'ni hozir qiziqtirilgan yoshlar tomonidan berilgan savollardan bittasi o'zining shaxsiy sudlanganligi, uning yaqin qarindoshlariga ta'siri qanday darajada ekanligi haqida berilgan savollarga biz tomonimizdan savollarga javoblar berildi. Ya'ni bu narsa yozilmagan qonunlar tariqasida shu paytgacha kelib xalq orasida shunday yurilganligi, bu konstitutsiyaviy norma sifatida shaxsning sudlanganligi, uning yaqin qarindoshlariga ta'sir qilmasligi haqida norma kiritilayotganini ular bilan munosabatda bo'lganda fikrlarimizni tushuntirib o'tdik. Jumladan talaba yoshlar ma'muriy, fuqarolik, iqtisodiy, jinoiy javobgarlik va boshqa yo'nalishlardagi ishlarni ko'rib chiqishda insonga nisbatan qo'llaniladigan huquqiy ta'sir choralari, qonuniy maqsadga erishish uchun yetarli bo'lishi hamda shaxsga imkon qadar yengillik yaratish kerakligi, sudning qarorisiz hech kim uy joyidan mahrum qilinmasligi, imorat buzilishga tushganda buzishdan oldin uning qiymatiga mos kompensatsiya to'lanishi shartligi kabi turli holatlar bo'yicha huquqiy bilimlarga ega bo'ldilar. Shuningdek, ishtirokchilarga shaxsning sudlanganligi va unda
undan kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar, uning qarindoshlari huquqlarini cheklashga asos bo'lishi mumkin emasligi haqida aniq, sodda mazmunda ma'lumot berildi. Yig'ilishda qatnashgan yuridik kollej talabalari bu borada o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Eslatib o'tamiz, siz to'g'ridan-to'g'ri efirda Diyor yangiliklari informatsion dasturini tomosha qilmoqdasiz va biz esa ma'lumot berishda davom etamiz. Mamlakatimizda inson qadr-qimmatini ulug'lash, yurtdoshlarimizning bugungi kundan rozi bo'lib yashashlar, ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlash yo'lida amalga oshirilayotgan ezgu va xayrli tadbirlar epkinini bugun olis hududlarda istiqomat qilayotgan fuqarolarimiz ham his etib ulgurishdi albatta. Viloyatimizning olis hududi Gazli shaharchasida tashkil etilgan ana shunday mehr va saxovatga yo'g'rilgan tadbir misolida mavzuni hamkasbimiz Hamro Akiyev davom ettiradi. 6000 ga yaqin ko'p millatli aholi istiqomat qiladigan Baynalminal Gazli shaharchasi viloyat markazidan 100 kilometr olisda, sahro bag'rida joylashgan. Shunga qaramasdan shaharcha hududida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari aholining turmush darajasini yaxshilash borasidagi sa'y-harakatlarning ijobiy natijasini mahalliy aholining kayfiyatidan bilib olsa bo'ladi. Ularning nigohida dorilamon kunlarga shukronalik, bugunidan rizolik, istiqbolimizga bo'lgan ishonch tuyg'ularini ilg'ab olish mushkul emas. Shaharchada istiqomat qilayotgan yurtdoshlarimizning kayfiyati a'lo. Gazi qalasi, Buxoro, Ramitan, Audan, oblast o'rtalog'idan 100 kilometr, 80 kilometr olisda bo'lgani bilan prezidentimiz jag'idan bildirilib atgan e'tibordan chetda qolmasdan bugun meni bizning gazimizga jasab o'tirgan, kam ta'minlangan, жағдайы ауыр, boquvchisini yo'qotgan 14 oila farzandlarining sunnat to'yini qilib beryapmiz. U bilan bir qatorda ishsiz o'tirgan, birinchi toifada turgan ayollarimiz o'shalarga o'zini o'zi band qilish uchun tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida yanada oilasiga qo'shimcha daromad keltirish maqsadida 15 ta nafar ayolimizga tikuv mashinkasi berilmoqda. Bizga bu yangi yil oldi. Nimamizning konstitutsiyamizning 30 yilligi oldidan bayramona yaxshi kayfiyat bag'ishlamoqda. Ayniqsa olis hududda aholining tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ehtiyojmand oilalarga iqtisodiy ijtimoiy ko'mak ko'rsatish, yoshlarning iste'dod va iqtidorlarini yuzaga chiqarish borasidagi ishlar tahsinga loyiq. Kuni kecha shaharcha hududida Romitan tuman hokimligi tashabbusi bilan ana shunday mehr-saxovatga yo'g'rilgan tadbirlarning navbatdagisi bo'lib o'tdi. Shaharchada istiqomat qiladigan 14 nafar bolajonlarning sunnat to'yi nishonlandi. Tashkilotchilar tomonidan milliy udumlarimizga muvofiq to'y bolalarga sarpolar kiydirildi, sovg'alar topshirildi. Shuningdek, tadbir davomida shaharchada tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagida bo'lgan 15 nafar xotin-qizlarga tikuv mashinalari berilib, ularning bu boradagi tashabbuslari qo'llab-quvvatlandi. Kelajakda men tadbirkorlik ish faoliyatini boshlamoqchi edim. Hozir nafaqa yoshdaman. Shu menga tikuv mashinasi berilayotgan ekan, mahallaga murojaat qilgandim. Rahmat hokimimizga, mahallamizga. Shu meni nimamni murojaatimni amalga oshirib, ana bugun shu sababda menga tikuv mashinasi berilyapti. Kelajakda men qazoqcha quroq tikishni tashkillashtirib, sex ochaman degan niyatdaman. Chindan ham ezgu maqsad yo'lida amalga oshirilgan mazkur tadbir shaharcha aholisining kayfiyatini ko'tarishga, ularni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga va eng asosiysi mamlakatimizda inson manfaatlarini, uning qadrini ulug'lashga qaratilgan e'tiborning bir namunasi bo'lib xizmat qildi desak sira mubolag'a bo'lmaydi. Tadbir yakunida shaharchada ulg'ayib voyaga yetayotgan, qalbida jonajon yurtimizga bo'lgan mehr va muhabbat ildiz otayotgan turli millatga mansub bolajonlar tomonidan tayyorlangan musiqiy hamda sahna dasturlari ishtirokchilar tomonidan iliq kutib olindi. Dasturimiz davom etadi. Buxoro davlat universitetida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir va tarjimon Toshpo'lat Ahmad tavalludining 80 yiliga bag'ishlangan xotira kechasi tashkil qilindi. Viloyat hokimligi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, viloyat madaniyat boshqarmasi hamda oliygohning